Assalomu alaykum hurmatli chorvadorlar, YouTube kuzatuvchilar va kanalimiz a'zolari. Akalar, bugungi video roligimizda Andijon viloyati Marhamat tumanidagi o'zimizning uy sharoitidagi fermamizdan olib boryapmiz. Videolarimiz ancha kamayib ketdi, chiqarmaganimizga ancha bo'ldi video rolik. Molxonamizda o'zgarishlar ko'p. Mini fermamizda akalar yangiliklar bor. Ikkita buqamizni sotganmiz bir oy oldin, ular haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Yangi buqamiz bor akalar. Bular haqida ham ma'lumot berib o'tib ketamiz. Hala bir qator ko'rsatib qo'yaman akalar. Orqaroq turaman ekan. Akalar, mana shu ikkita katta novvosimiz qolgan. Oldingi partiyamizdan ularni usilniy rejimga o'tkazganmiz. Bir oy bo'lyapti. Bir oy oldin mana ikkita novvosimizni sotganmiz. Bir oydan beri usilniy rejimga o'tdi, xudo xolasa. Yemni ko'paytirganmiz. Orqaroq turib olmasam sig'mayapti ekranga. Akalar, mana ikkita shved buqamiz. Mana buqalarimizga keladigan bo'lsak, bu buqamiz haqida oldingi videomizda ma'lumot berganman. Bu buqamizni oldik. Bir 2 hafta 3 hafta bo'lib qoldi. Oyoq qo'li uzun, Qirg'iziston buqasi. Bu buqamiz akalar 18 million 900 mingga olindi. 100 ming ham 19 millionga olindi akalar. Ichishlari o'ta yaxshi, oyoq qo'llari yaxshi. Yoshlari 1 yashar atrofida, bo'ylari 1.18-1.20 atrofida. Mana akalar, old tomondan ko'rsatib qo'yamiz. Endi akalar, bu yerda ikkita buqamiz bor edi. Kim esida bo'lsa, bitta oq, bitta qora buqamiz bor edi, sotiladi, internetga chiqardim. Ularni sotdik. 126 mingdan qassoblarga so'yib berdik. Hozir videosini ham qo'yib o'tib ketaman. Mana shu ikkita buqamizni. Ana shu buqalarimizni akalar sotdik. Bir oydan o'tdi ularni sotganimizga. Vaqtimiz bo'lmay video chiqarmadik. Ularni ikkalasini puli 59 million 500 ming pul bo'ldi. 60 millionga bormadi. Bu buqalarimiz endi ariqroq edi, narxi oshganning hisobiga endi yaxshiroq ketdi. O'zi aslida ular semizmas edi. Endi ularni olingan narxiga keladigan bo'lsak, shu ikkita buqamizni olingan narxi 12 million so'm, 6 milliondan olingan edi. Endi yeb ichganiga keladigan bo'lsak, yeb ichgani 26 oy bizda turdi. 26 oyning ichida akalar va shu ikkita buqamiz 7 milliondan yegan. U yoshlik paytida rasxod bo'lmagan pashti, o't berib ham, ho'kut berib ham baqilgan. Somonchi kepay berib baqilgan. Men har videomizda aytibman, bizni yemlagan vaqtimiz bo'lmagandi, biz yo'q bo'lganmiz, Rossiyada bo'lganmiz. Shuni hisobiga uzoq turdi. Uzoq turgan hisobiga biz rasxodimiz ancha ko'payib ketdi. Endi 59 million 500 mingga sotildi akalar ikkita buqamiz. 12 millionga olingan, 7 milliondan 14 million yegan. Ikkovini qo'shadigan bo'lsak 26 million pul bo'lyapti. 14 millionga 12 million. Ikkita buqamizni tan narxi, ya'ni shu sotilgungacha, olingandan boshlab sotilgungacha bo'lgan yegan rasxoti, olingan rasxoti 26 million so'mda turgan ekan mollarimiz.
Endi ularda sotilgan puli 59 million 500 ming. 59 million 500 mingdan 26 millionda ayirib oladigan bo'lsak, 33 million 500 ming foyda qopti 26 oyning ichida. Akalar, 26 oyning ichida bu почти 2,5 yil degani, bu juda ham uzoq vaqt. 33 million 500 ming bu oz. Kimga qanaqa bilmayman, lekin men uchun, shaxsan men uchun oz. Bu qani 1 yildan oshiq vaqtingiz уже foydasi kelmay bitar ekan, maksimum 1 yil boqish kerak ekan. Shunaqa o'zimizga xulosa qildik. 1 yildan oshiq tursa уже ubitga ekan. Agar hashaki buqa bo'ladigan bo'lsa, semental, shved buqalar bo'ladigan bo'lsa, ular rezultat ko'rsatar ekan. Akalar, buqalar o'zgargan bo'lsa o'zgardi. Kommentariyada yozib ketasizlar. 1 oydan beri usiliy rejimda 7 kilo yog'da yeyapti. Xudosi mana shu ikkala katta buqamiz. Endi mana yoqda remont ishlari ketyapti. Oldin molxonamizni g'ish bosishdan oldin tagiga steyashga quymagan edik, novoz cho'kitib yuborar ekan. Cho'kitib yubordi mashitlarda. G'ishini ko'chirib, tagiga steyashga quyib, boshqatdan g'ishini bosdik. Mana bu yerda e'tibor bersanglar, steyashga quyilgan. Steyashning ustiga bosdik. Endi bu novozlarimizni bugun baqa olamiz. Bu yoqqa olib, hammasini dalshi olib tagiga steyashga qo'yamiz. Agar kimdagi molxona qurmoqchi bo'lsa, tagiga steyashga quyinglar akalar. Обязательно. Steyashga quymasalar 1000 trambovka bo'lsa ham novoz, mana bu katta novozlar cho'kitib yuborar ekan. 5 kilo oshiq novozlar o'ta cho'kitib tashlaydi ekan. Akalar, bu qator ko'rsatamiz. Ularda ham mana e'tibor bergan bo'lsalaring, CD to'planyapti, bu yog'i cho'kkan. Buni ham chiqarib, endi xudo xolasa yangi qilamiz. Sog'im mollarimizni, g'onajilarimizni nari boshqa navesimizga olib qo'yganmiz. Endi bir qator remont qilib, hammasini joyiga olib baylaganimizdan keyin отдельный video rolik qilib ko'rsatamiz, xudo xolasa. Akalar, kommentariyaga buqalar o'zgargan bo'lsa, o'zgardi deb yozib ketasizlar. Mana buqalarimizni bo'yiga keladigan bo'lsak, 1.50 dan oshiqroq, tiri vazniga keladigan bo'lsa 650 kg atrofida hali turadi. Bular ancha xom hali. Bu buqachamiz ham olingandan beri ancha yaxshi o'zgardi, semirishi zo'r. Yelkalari ochilib, sonlari ancha to'lib qoldi. 1 oydan oshdi buni ham olganimizga. Bu haqida ma'lumotlar berganmiz. Yeyishi, ichishi o'ta zo'r ekan. Bu buqamiz hozircha turibdi endi. Bizga hali bilingan yo'q buni o'zgargani. Mana akalar. Buqalar o'zgargan bo'lsa o'zgardi, yozib ketasizlar kommentariyada. Mana akalar. Bugungi video roligimizga yakun yasaymiz. Kanalga obuna bo'lib, videolarga like bosib qo'yasizlar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hali qiziq videolar hali oldinda.